Hamma bor budingiz tashlab yubormaysizmi oldiga? Otam, onam deb turib yubormaysizmi? Kuniga 1 milliondan rasod qilmaysizmi? Nima qilasiz? O'shancha mol dunyoni olib ketib, yashirib, xotin bilan birga taxlab nima qilasiz? Olib ketmaysiz-ku baribir. Necha marta eslamaysiz? Tirikligidan xabar olmaysiz. Necha marta joy ko'chib ketgansiz? Kelmaysiz, oylab ota-onangizni. Soch soqoli oqqarib chekida o'tiribdi. O'sha Termizdagi choyni quyib, bechora. Unga hech narsa kerak emas, shunchaki ham suhbat kerak. Va sohibuhuma fid dunya deyapti Alloh. Chiroyli gaplashib ular bilan deyapti. Suhbatdosh bo'l ular bilan deyapti. Oching Qur'onni varaq bilan o'qing. Faqatgina tadbirkorlik haqida emas, ota-ona haqida ham o'qib ko'ring bir. Bugun qiling, ertaga demang. Falon moshdan olib uchastka qilaman demang. O'lib ketsang kimlardir yashaydi o'sha dunyoda. Sharoit qiling eng zo'rini. Nima istaysiz? Hammomingiz zo'r qilib beraymi? Issiq teploqlar bilan shundoq ochganda issiq suv keladigan qilib beraymi? deb ayting. Oshxonangizni zo'r qilib beraymi deb ayting. Har kuni kiyim olib boring kerak bo'lsa.